Mana shunday kesadigan qaychi bormi? Mana bunaqasichi. Sezon bo'lmasa ham hozir video qilyapmiz. Xalq foydalanib mazza qilish uchun va qaychi tanlovida adashmasligi uchun. Bu mana ketmanga dasta bo'ladi, lapatkaga dasta bo'ladigan shoxni qalinligi mana kesib ko'rsataman. Mana ular umuman sezmaydi mana. Qo'lni sal o'zi ketyapti mana. Mana bu qalin mana. Mana kesishi. Mana. Quruq bu, quruq. Bexi yana bu. Bunaqa terak yo bir gilosda 1 yil 2 yillik shox emas mana. Mana bu malotokka dasta bo'ladigan mana. Ko'p kuch sarflamay mana. Sal bosaman o'zgarib ketaveradi. Qaychi super qaychi xudo xolasa. Bu qaychini nima uchun ko'rsatyapmiz? Buni faqat bog'bonlar emas, xonadonga ham olsa bo'ladi. Nima uchun? Xonadonda ham o'tin yiqitasiz yo maydalaysiz. Tishani dastasidagi, kitman dastasidagi shoxlarni arralab, boltalab, qiynalib yuradida ko'plar. Bu rivojlangan texnologiya desam bo'ladi mana. Sezmaydi mana bu yuqarilar mana. Mana shuni ham hozir boltalash kerak-da yoki chopqilash kerak mana. Chappa qarab ham kesib o'raverasiz, ketaveradi mana. Mana malotokka dasta bo'ladi. Sezmayapti ham qaychi. Bexi bu, bexini bilasizlar qancha qattiq. Mana. Tez bo'ladi, ishingiz oson bo'ladi va xavfli ish bajarmaysiz. Urib bolta bilan arralab bilagimdek bo'lgan mana shu ko'l novdani kesadi-da. Men buni hozir qurug'ini kesib ko'rsataman qaychi bilan mana. Qaychini o'tkirlab olganim yo'q. Boshqa qilganim yo'q mana. Mana kesishi. Ko'p kuch sarflaganim yo'q mana. Mana hozir ko'ndalang ushladim. Ko'ndalang ushlaganda bilasizlar, kesishi qiyinlashadi. Mana buni kesishi. Bundan ortiq qaychi bo'lmasa kerak men uchun. Ko'p qo'lda yasalganmi, zavodskiy variantim qaychining turi ko'p, lekin qaychi odamni charchatmasligi, keskirligi, umuman katta qaychiga berilishi kerak bo'lgan hamma yaxshi sifatlar bizning qaychimizda bor. Xudo xolasa chempion qaychilardan osalaringiz uzoq yillar baraka topib ishlatasiz. Xoh xonadonga bo'lsin, xoh abriskachilar bo'lsin. Bu qaychi kesgan novdani boshqa qaychi ham kesadi, lekin qiynalib kesadi. Uni kesib ko'rgan odam biladi. Tig'i resordan bo'lgan, qizdirilmay ishlangan, bu yog'i nerjavika, o'rtasiga urilishi uchun taqillamaydigan variantlar qilingan. Xullas hamma tomoni zo'r. Og'irligi 1 kg 200 plus minus. Eng yengillashtirilgan variant. Yana bitta narsa, bir xil qaychilarni mana shu pastki tig'i tomoni juda qalin ishlangan bo'ladi-da. U uyda ishlasa yaxshi. Shoxlarning orasiga kirishga sal qiynalishi mumkin. Tagi juda qattiq, katta bo'lgani uchun. Bunda ham ingichkalashtirilgan, ham lekin sinib ketmaydi, baquvvat. Xullas zo'r. Samarqand jonboyliklar bo'lsa kelib olib ketaveradi yoki boshqa viloyatlar bo'lsa dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib qo'yasiz. O'zi odatda mana shu barmoq qalinligida plus minusni kesadi-da toqqaychi bilan hamma. Mana. Yonboshchami, bunaqasigami, ko'ndalangni kesaveradi. Farqi yo'q. Mana bunaqa kichkinachalarni ham mana mazza qilib kesaveradi. Chaynab qolmaydi, boshqa qilmaydi mana. Qo'l og'rimaydi, qiynalmaydi mana. Mana. Kalta kessish ham kesaveradi. Bexini deyarli qurib qolgan shoxi. Biz yumshoq shoxlarda yo terakli shoxlarni olib kelib reklama qilganmiz yo'q. Ana reklama qilarku internetda sokojmalkalar, olmalarni chiqarib, olmani u istalgan sokojmalka chiqaraveradi. Sabzi, qizilovlarni chiqarib ko'rsatsa, ana bu sokojmalka zo'r bo'ladi. Bizlar ham shuning uchun mana bexini deyarli qurib qolgan shoxini mana kesib ko'rsatyapmiz mana. Mana hozir bundan ham qalinni kesib ko'rsataman. Mana u katta barmoqdan ham qalin mana. Bunga endi bitta qo'limda kuchi yetmasa kerak. Kuchi yetganlar kesaveradi, lekin bu qayrilib yoqqa qo'yib ketmaydi mana. Bexi qanchalik qattiq bo'ladi, yana qurigan tim bo'ladi mana. Qaychi na uchi qaytdi, na sinib ketdi, yo boshqa bo'lmadi mana. Moshina ishlayapti. Bitta qo'lib ham kuchim yetadi. Toza sal qiynalish kerak-da mana. Mana. Bexini shoxi. Mana. Bormi shunaqa kechadigan qaychi? Oldin katta qaychi yoki kichkina qaychiga sezon bo'lardi. Ya'ni kuzda ko'p sotilardi yoki fevralda sotilardi, kesish vaqtida. Hozir sezon bo'lmay qoldi. Chunki hatto yozda ham mevani shaklini to'g'ri shakllantirish uchun yoki ichiga havo, quyosh kirgizish uchun yoki mevaga kuch berish uchunmi har xil maqsadlarda kesilyapti. Chunki yildan yilga bog'dorchilik rivojlanib, yangiliklar bo'lyapti, yangi innovatsiyalar bo'lyapti, usullar bo'lyapti. Shuning uchun sizlarga eng yaxshi qaychilar tavsiya qilib boryapmiz. Bundan keyin ham yangiliklar qilamiz, xudo xolasa. Hozir eng zo'r universal qaychilarimiz mana shu katta qaychimiz bilan mana shu kichkina qaychimiz bo'ladi, xudo xolasa. Uzoq yillar mazza qilib ishlatadigan joyi nasib etsa. Bir xillar toqqaysini aka 1 yilga chidaydimi deyapti-da. Men o'zim 1 yildan beri ishlatyapman. Yana kamida bir 3 yil, 4 yil ishlatishimga ko'zim yetyapti-da, xudo xolasa. Holatiga qarab. Abreskada yuramiz, tinimsiz ishlatamiz bizlar ham. Xonadonga olib qo'ysa, xudo xolasa, endi holatiga qarab 10 yildan buyon 50 yilgacha ishlatsa kerak. Avaylab ishlatilsa
bobomdan qolgan qaychi deb ham bir 2 avlodga xizmat qiladi. Chunki rossiyskiy qaychilar hali ham bor-ku, mana 30, 40, 50 yillab turibdi. Va bu metali zanglamaydi, hamma taraflama undan ustun bo'ladi. Demak, bu undan ham ko'p yil xizmat qiladi, xudo xolasa. Katta qaychi bo'ladimi, mayda qaychi bo'ladimi? O'zini ishlatib yurgan qaychisini ishlatib yurgandan keyin, boshqa yaxshilarini ishlatmagandan keyin boshqalarni bilmaydi-da. Shuning uchun bu rivojlanish ko'p joyda odamlar hozir ham ishlatib yuribdi, rossiyskilarni yo boshqa bir qiyin qaychilarni. Buni ishlatib ko'rgandan keyin o'zinikini tashlab yuboryapti, ishlatgisi kelmayapti. Abriskachilar katta, kichkina qaychi ishlatib yuribdi. Men taklif qilyapman, ishlatib ko'rishdi. Ishlatib ko'ryapti degan, sira zakaz beryapti-da. O'zinikini juda qiyin ishlatib yurganini keyin ko'ryapti. Shuning uchun yangiliklardan qo'rqmasdan ishlatib ko'rish kerak. Faqat mana shunaqa ishonchli joydan olsa bo'ladi. YouTube'da ham toqqaychi reklamalarini ko'rdim. Ba'zilarini oddiy xozmaklardan chiroyli, o'zi chiroyli, upakovkasi chiroyli qaychilar olib kelib reklama qilganlarini ko'rdik. Sotuvga yoki tavsiya qilib qolyapti. Bu qaychimiz ulardan tubdan farq qiladi. Sifati hamma tomonlamada. Telegramga kirsalaringiz agroshop.uz do'koni bor, onlayn do'kon. A'zo bo'lib qo'ysalaringiz juda ko'p tovarlar qo'yilgan va yana yangiliklar qo'yilib boriladi, xudo xolasa.